Jaholat bu insonning bilimdan, ma'rifatdan, ilmiy haqiqatlardan bexabar bo'lishi, o'zini o'rab turgan voqelikni anglash va to'g'ri baholashda ojizligidir. Odatda jaholatning ildizi savodsizlik, befarqlik, tanqidiy fikrlashdan yiroqlik, yolg'on manbalarga ishonish kabi omillarga borib taqaladi. Shu bois ayni globallashuv davrida yoshlar ongini turli zararli g'oyalar ta'siridan asrash maqsadida viloyatimizdagi oliygohlarda uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurash tamoyili hamda inson qadri va huquqlarining ustuvorligi taraqqiyot poydevori g'oyasi ostida Astraxan davlat texnika universitetining Toshkent viloyatidagi filiali hamda xalqaro qishloq xo'jaligi talabalari ishtirokida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tadbirda din ishlari bo'yicha Toshkent viloyati boshqarmasining hududiy bosh mutaxassisi ishtirok etdi va yig'ilganlarga ma'ruza qildi. Biz globallashgan, rivojlangan davrda yashayapmiz. Mustaqillikka erishganimizdan keyin bu barcha tarmoqlar jahonga yuz tutdi. Jumladan O'zbekistonda ham demokratik islohotlar boshlandi. Ya'ni barcha sohalar qayta rivojlanib, ta'lim deysizmi, tibbiyot deysizmi, qurilish deysizmi, barcha sohalarda tub islohotlar boshlandi. Bugungi talaba yoshlar bundan 20 yil, 30 yil oldingi talaba yoshlari emas. Bular dunyo bilan hamnafas, tarixiy ma'lumotlarni, ijtimoiy siyosiy ma'lumotlarni kunlik xabardor. Shuning uchun keyingi paytlarda mana shu dinimizda ayrim o'zgarishlar yasashga harakat qilgan guruhlar vujudga kelib qoldi. Bugungi suhbat, ya'ni o'sha jaholatga qarshi ma'rifat deb nomlangan juda ham yaxshi mavzu deb o'ylayman. Mana hozir universitet talabalari ta'limning boshlanish kunlaridan mana shunaqangi davra suhbatlari, uchrashuvlar, ilmiy ma'ruzalar bo'lib turishini men juda ham xohlayman. Bundan keyin ham ko'p davom etsin. Suhbat chog'ida ekstremistik oqimlarning mazmun mohiyati va ularning zararli ta'siri haqida ham to'xtalib o'tildi. Barchamizga ma'lumki, hozirgi kunda dunyo shiddat bilan rivojlanib, insoniyat taqdiriga, kelajagiga tahdid soladigan omillar juda ham global tarzda avj olmoqda. Aynan mana shunday vaziyatlarda bizni yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ma'naviyat hamda ma'rifatga qaratilgan e'tibor hozirgi kunda bizni yutug'imiz desak ham bo'ladi. Ma'naviyat va ma'rifat ishi vijdon ishi, vatanparvarlik ishi. Inson haqiqatdan vatanini yaxshi ko'rsa, unga chin yurakdan xizmat qiladi deganlar. Hozir esa Astraxan davlat texnika universitetining Toshkent viloyatidagi filialida jaholatga qarshi ma'rifat ma'naviy ma'rifiy tadbiri bo'lib o'tmoqda. Aynan ushbu tadbirimiz nafaqat talabalarimiz, balki biz xodimlarimiz uchun ham juda ham manfaatli desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki yoshlar ham, xodimlarga ham kerakli bo'lgan tavsiyalarni mutaxassislarimiz tomonidan eshitdik, bildik, o'zimizni qiziqtirgan barcha savollarimizga javoblarimizni ham oldik. Shuningdek, ishonchli rasmiy manbalar orqali ma'lumot olishning ahamiyatiga urg'u berildi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, jaholat bu yaxshilik emas. Bu ilmni orqaga tortadigan narsa. Ma'rifat esa bu uni aksi. Qayoqda ma'rifat bo'lsa, o'sha joy gullaydi va yashnaydi. Bugungi o'tgan tadbirimizda yoshlarga dolzarb bo'lgan masala bo'ldi. Mutaxassislar keldi. Ular bizga jaholatga qarshi kurashish to'g'risida juda ko'p foydali ma'lumotlar berishdi. O'g'il-qizlarning ma'naviy dunyosini boyitish va sog'lom fikrli shaxs sifatida voyaga yetishlariga ko'maklashish jamiyatimiz hayotiga bee'tibor bo'lmagan har bir shaxsning asosiy vazifalaridan biridir.